Assalomu alaykum. Uyga tunuka fon qilmoqchi bo'lib yurgan hurmatli vatandoshlar, sizlar bilan har doimgidek Kamina usta Shohruxbek. Bugun 26 aprel 2026-yil. Biz yana bir xonadonimizni tunuka fon ishini Andijon viloyati o'zimizning Asaka shahrida mana shunaqa go'zal holatda va sifatli darajada bitirib berdik. Bunga misol tariqasida mana bu burchakni ko'rishingiz mumkin. O'ta ham ideal holatda bo'lib chiqqan. Videoda oxirigacha ko'rsangiz, xudo xohlasa to'liqligicha ma'lumotini berib o'taman. Video davomida tunuka fonga oid sizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni berib o'tishga harakat qilaman. Xonadonimizni mana shu ko'cha shapka qismi boshidan oxirigacha mana bu shessigirani joylari bilan birgalikda darvoza xonasi, ichkari shapka, ichkari koridor va besedkalarni to'liqligicha tunuka fon qilib berdik. Xonadonimizning darvoza xonasi hozirgi 2026-yilda trendga aylangan palma fasonda bo'lgan hurmatli obunachilar. Sirazi narxini aytib o'taman. Palma fasonimizni hozirgi kunda 1 kvadrat metrini 170 ming so'mdan hamma xarajat ichida bitirib bermoqdamiz. Faqat xarajatiga mana bu led lampochkasi hamda kabellari kirmaydi. U uyda egasidan bo'ladi. O'rnatib berishlari bizning hisobimizdan bo'ladi. Nima uchun qimmat qilasiz desangiz, hozir sizga tushuntirib beraman hurmatli obunachilar. Qaranglar, mana yaqinlashtirib ko'rsatyapman. Bu palma fason xuddi alkafonga o'xshab chiqadi. 3 etapdan chiqadi. Ya'ni birinchi o'rinda biz buni lazer apparatida bir xilda kesamiz. Undan tashqari buni avvalgi ko'rinishga keltiramiz. Ana undan keyin bukamiz. Va undan keyin bizning mohir ustalarimiz birinchi qator tunukasini qatirib, uni ustidan tepadan qatiradi. Ya'ni shurupi ko'rinmaydigan haqiqiy 3D variantda bo'lib chiqadi. Ya'niki nima demoqchiman, hurmatli obunachilar? Rasm uyingizga mana shunaqa palma fasonda qilyapsizmi? Mana shunaqa originaldan qildirsangiz, ishingiz chiroyli va go'zal holatda bo'lib chiqadi. Hattoki alkafondan ham kerak bo'lsa, chiroyli darajada bo'lib chiqadi, hurmatli obunachilar. Qaranglar, bu darvozaxonamiz ham ko'zga yoqimli, juda ham a'lo darajada, ko'rganda ko'z quvnaydigan darajada bo'lib chiqdi. Ayniqsa, yorug'lik berishi juda ham yuqori bo'ladi, chunki ko'rib turganingizdek, o'rtasi polnisi led lampochkalari bilan jihozlangan bo'ladi. Undan tashqari chekalariga ham mana bunaqa lampochkalardan o'rnatib berganmiz. Ishimizning sifatini, burchaklarini ham ko'rishingiz mumkin, choklari ham ideal ko'rinishda bo'lib chiqqan. Palma fasondan tashqari har qanday fasonda, hurmatli obunachilar, 140 ming so'mdan hamma mahsuloti ichida qilib bitkazib bermoqdamiz. Misol uchun mana shu shapka qismlaringizni 140 ming so'mdan hamma yo'q ichida qilib beramiz. Siz bizning xonadoningizga shunchaki chaqirib hisob-kitob qildiring. Xudo xohlasa 110 ming, 115 mingdan qilaman degan ustalardan arzonroqqa chiqadi, hurmatli obunachilar. Men aytdi deysizlar, buning uchun faqat bizni uyingizga chaqirib hisob-kitobini qildirib ko'ring shunchaki. Bizni hozirgi aytayotgan narximiz, ya'ni 140 ming deyotgan bo'lsa, qimmat qilayotgan bu Shohruxbek deb o'ylamang, hech qachon o'ylamang. Hamma usta ishlatadigan mahsulotiga qarab, ishlatadigan ustasini tajribasiga qarab narx belgilaydi. Bilasizlar, sifat tajribaga bog'liq. Bizda 7 yillik tajribaga ega bo'lgan o'z ishining mohir ustalar ish faoliyat olib boradi. Xudo xohlasa xonadoningizni bizga ishonib topshirsangiz, ishingizni mana shunaqa sifatli ko'rinishda bitirib berishimiz mumkin bo'ladi. Kimdir xonadoningizni 30 millionga qilsa, biz 32 millionga qilsak, lekin sizni 32 million so'm pulingizni xonadoningizga mana shunaqa chiroyli qilib terib berib, ana undan keyin ketamiz. Majoziy ma'noda aytganda pulingiz yoningizda qoladi, hurmatli obunachilar. Bu besetkamizni shapka qismlarini ham chiroyli holatda chiqarib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin, burchaklari ham ideal ko'rinishda bo'lib chiqqan. Besetkamizni ichki qismiga mana shunaqa alkafon fasonda qilib berganmiz. Chekalariga gullaridan qo'shimcha qo'yib berganmiz, hurmatli obunachilar. Bu yerga palma qilmadik, chunki mana bu joyimiz 3 metrga 3 metrda palma bu yerga ozgina xunuk bo'lib qolardi. Shuning uchun palma qilmasdan bu joyini alohida patnis ko'rinishda qilib chiqarib berdik, hurmatli obunachilar. Turli burchagimizga baho berib qo'yasizlar. Burchaklarimiz ham idealniy ko'rinishda, chotki holatda bo'lib chiqdi, hurmatli obunachilar. Ayniqsa mana bu shapka qismlarimiz oppoq rangda, xuddi alkafonda o'zi bo'lib chiqdi. Nimaga biz doim alkafon bilan tunuka fonni solishtiramiz? Chunki alkafon bilan tunuka fonni o'rtasida juda ham katta pul raznica qiladi. Ya'ni alkafon hozirgi kunda 1 kvadrat metri 300 ming so'm atrofida bo'lsa, tunuka fon 140 ming so'm atrofida chiqadi. Alkafonda ham, tunuka fonda ham deyarli mana shunaqa rasxod bo'ladi. Ya'niki siz xonadoningizni mana shunaqa fasonda alkafon qiladigan bo'lsangiz, xuddi shunaqa nech kvadrat tunuka rasxod bo'lgan bo'lsa, pasti bir xil rasxod bo'ladi. Misol uchun darvozaxonangizni ham alkafon qiladigan bo'lsangiz, xuddi shu fasonda, xuddi shuncha rasxod bo'ladi. Misol uchun mana shu darvozaxonaga 50 kvadrat tunuka rasxod bo'lgan bo'lsa, bor 48 kvadrat alkafon rasxod bo'ladi, hurmatli obunachilar. Endi alkafonda siz 1 kvadrat metrini
Xo'p, 300 ming so'm atrofida qildirsangiz, tunuka fondi 1 kvadrat metrni 140 ming so'm atrofida qildirsangiz bo'ladi. Bu ham fasoniga qarab albatta. Alkafonda ham mana shunaqa 3D variantdagi fasonlar qimmatroq yuradi, ya'ni 400 ming 450 ming so'm atrofida qilishadi. Biz esa bu 3D variantimizni 170 ming so'mdan hamma yo'q ichida qilib bitkazib bermoqdamiz, hurmatli obunachilar. Baho beringlar, ishimizga juda ham a'lo darajada bo'lib chiqdi. Xizmatimiz butun O'zbekiston bo'ylab amal qiladi. Hozirgi kunda 1 kvadrat metr tunuka fondi, yana qaytarib o'taman, 140 ming so'mdan vodiy bo'ylab, 150 ming 160 ming so'mdan 300 kvadratdan oshiqroq bo'ladigan bo'lsa, butun O'zbekiston bo'ylab qilib bitkazib bermoqdamiz. Ekranlarda nomerlarimiz bor. Bemalol, xotirjam, cho'chimasdan ekrandagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib biz bilan bog'laninglar. Xudo xohlasa, ishinglarni chiroyli holatda bitirib beramiz, hurmatli obunachilar. Sababini yana qaytarib o'taman. Bizda 7 yillik tajribaga ega bo'lgan o'z ishining mohir ustalari ish faoliyat olib boradi. Xudo xohlasa, siz bizga xonadoningizni ishonib topshirsangiz, ishingizni a'lo darajada bitirib beramiz, hurmatli obunachilar. Bu xonadonimizni ham mana ko'rib turganinglardek chiroyli holatda tunuka fon ishlarini qilib bitkazib berdik. Bugun 2026-yil 26-aprel kuni video roligini sizlarga taqdim qilmoqdamiz. Siz bu videoni qachon ko'rasiz bilmayman. Qachon ko'rsangiz ham tunuka fonga navbat kelganda mana shu ekrandagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib biz bilan bog'laning. Inshaalloh sizning xonadoningiz ham ancha arzonga bitadi, hurmatli obunachilar. Xo'p, yana nimalar esdan chiqdi? Bo'ldi. Menimcha Andijon tunuka fon kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Sababi biz deyarli har kuni mana shunaqa tunuka fonga oid videolarni taqdim qilmoqdamiz. Ya'ni o'zimizning jamoamiz qilgan ishlarni, videolarini birma-bir chiqarib bormoqdamiz. Videolarimizni kuzatib turasiz, tunuka fonga navbat kelganda bitta qo'ng'iroq qilasiz va bizni chaqirasiz. Hozirda 20 kundan 1 oygacha o'chirtimiz bor. Ya'ni 20 kundan 1 oygacha o'chirt bizda zakaz qilganingizdan keyin 20 kun yoki 1 oyda xonadoningizga bizni mohir ustalarimiz tushadi va ishingizni boshlaydi. Boshlanishiga $100 atrofida zaklat olamiz. Xonadoningizga mahsulotlarimiz, ya'ni materiallarimiz, tunuka fon materiallarimiz, reykalarimiz, leysalarimiz borganda 60% pul olamiz. Qolganini to'liq ishni bitkazganimizdan keyin hisob-kitob qilasiz. Mana bu menimcha eng to'g'ri hisob-kitob deb o'ylayman. Yana qaysi usta qanaqa hisob-kitob qiladi, men buni bilmayman. Men o'zimni ishlash prinsipimni sizlarga ozgina ulashdim, hurmatli obunachilar. Bo'ldi menimcha. Like bosmagan bo'lsangiz bitta like-ni bosing va bizning keyingi videolarimizni ko'rish uchun kanalimizga o'tib, videolar ketma-ketligiga tushsangiz, xudo xohlasa, kanalimizda bundan boshqa qilgan ishlarimiz ham mavjud. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. E'tiboringiz markazida har doimgidek Kamina usta Shohruxbek bo'ldi.